Как хорошо. Со мной прилетела. Как хорошо. Как у вас? Ozgina qoldi baholisi. Olmagan. Assalomu alaykum. Qachon kech qolib qoladi? Qani bo'ldi, qachon kech qoladi? Qayerda video so'rayapti? 96 kursdoshlar, hammalaring xush kelibsizlar. Bugungi tadbirda tashkillagan tadbirkorlarimizga, ishbilarmonlarimizga katta rahmat. Mana 30 yillikda ko'rishib turibmiz. Xudo xolasa hammamiz sog' bo'lib, 40 yillikda ham, 50 yillikda ham ko'rishishlik nasib qilsin. Hammalarni sog'ingan ekanmiz. Ko'zimiz ko'rib to'ymayapti. Chehralariga to'ymayapti. Hayajonlanyapman. Boshqa nima chiroyli gap topolmayapman. Siz ham sog' bo'ling. Hammamiz sog' salomat yuraylik. Rahmat. Uyushtirganlarga katta rahmat. Bir 1996 bitiruvchilarga alangali salom. O'rtoqlar, Yana bizga endi mehnatingni qadrlaydigan odamlar bor-da, mana. kishiga u. Mehnatingni qadrlaydigan insonlar bor-da, mehnatingni qadrlaydigan insonlar bor. Ozgina nasiba endi. Mana. Bizi Mana. Rasmga ham ishlayman, urib ber, rasmga ham. ketdi endi baribir haligi. Bu ham ichib edi o'zi. Ichida. Yaxshi. Qizlar alohida bor, erkaklar alohida endi O'zbekiston. Mayli, bu meniki bo'ldi. Ha, sizniki bo'ldi. Berdik, Men keyin hali beraman sog'lar. Ha, shu. Подарком pakmat. Как у вас дома? Voy так троих. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kursdoshlar, mehribonlar. Mana 30 yil ko'z ochib yumguncha o'tib ketibdi. 30 yil davomida hamma sohaning egalari
buyuk mutaxassislar bo'lib yetishdi. Farzandlik, nevara chevaralik bo'ldik. 850 nafar bitirgan edik. Shundan hozir 400 nafari labbay deb chiqdi. Qolganlari yana qaysidir davlatlarda, qaysidir yurtlarda, qaysidir o'lkalarda, qaysidir ishlar bilan. İçimizden qanchadir qismi shu kunga yetib kela olmadi. Men ularda oxiratlari obod bo'lsin. Kela olmaganlarni ham hammalariga salomimizni yetkazamiz. O'ylaymanki, ushbu murojaatimiz yetib boradi. Mana bugun Rossiyadan mana mehmonlarimiz Rossiyada o'zini hunari bilan shu yurtni hurmatini qozonib kelayotgan guruhdoshlarimiz, kursdoshlarimiz ham kelgan. Bundan tashqari yaqin atrofdagi barcha respublikalardan ham ishlayotgan mutaxassislarimiz yetib kelishdi. O'ylaymanki, bugungi uchrashuvimiz, bugungi tadbirimiz juda chiroyli, oliy darajada bo'ladi. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.
Liftga chiqib ketamiz. Test topshirib chiqamiz. Ota kelgan yo'qmi hali? Ota endi keladi. Ota endi keladi. Hozirjon? yoki ilhom kelgan yo'q hali. Bittaning Mana qancha bugun bo'lsa? biz Xudo xohlasa 6-iyun kuni kursdoshlar bilan 30 yillik yig'ilishga yig'ildik. Alloh nasib qilib. Hammamiz bir-birimizni ko'rganimizdan xursandmiz. Hech kimni tanimayapmiz. O'zimiznikidan boshqa. Xudo xohlasa yaxshi o'tkazadi degan niyatdamiz. Rahmat sizlarga ham kattadan. Rahmat. Charchamanglar. Charchamanglar bo'lib tursin.
Ha, kirganimiz yo'q. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Jondan aziz, shunchalik 30 yil bo'lib turganimizga haligacha hech qaysinglar esingizdan chiqmagansizlar. Shunaqangi chiroyli ilm berganinglar uchun avvalambor so'zimni oldida hamma o'quvchilar nomidan sizlarga katta rahmat aytmoqchiman. Assalomu alaykum aziz ustozlar, mehmonlar, aziz kursdoshlar va zabardast yigitlar, go'zal qizlar, xush kelibsizlar 30 yillikka. 30 yil azakan vaqt emas. Azakan vaqt emas. Shukurlarga yetishganiga shukur. Shunaqangi hamma sohada o'zini bilimi bilan, salohiyati bilan xalq xizmatida yurgan aziz kursdoshlar, iloyim bundan keyingi hayotimizda ham shunaqangi chiroyli kunlarimiz ko'p bo'lsin. Xalq xizmatida yurgan azizlarda hammalar salomat bo'linglar. Xo'sh, institutimiz rektori hurmatli ustozimiz Mamazor Ahmedovich qatnashmoqchi edilar. Zarur topshiriq bilan mehnat safariga chiqib ketib qolganligi uchun uzrini aytdi. Institutimiz rektorini hamda domlani tabrigini yetkazish uchun yana bitta xursandchilik narsa, o'zimizni kursdoshimizga so'zni beramiz. Ko'ngilli rahmat. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli oshna og'aynilar, opa singillar, aka-ukalar. Endi hammanglar mashqlardan charchagansizlar. Shuning uchun oddiy gaplashamiz. Birinchidan bizlar professor Madazin Falshovining ishnomidan sizlarni tabriklamoqchiman. O'zini eng issiq tilaklarini aytib oldilar. Xabarlar bor. Bizga tashrif planlar qilingan, ashul hisobida hozir ular obyektga chiqib ketishgan, hokimiyat bilan shuncha kela olmadi. Ancha kelamadi, kechadan beri harakatda edi. Bo'lmadi, o'zini aytib oldi. Mana sog'liqdan ketib aytdi. 30 yil hozir mana bir-birimizga qarab, bir-birimizni ko'pimiz даже tanimay ham qo'yamiz. Bu vaqtni katta vaqt o'tgani belgisida, lekin unga qaramasdan mana hammamiz yig'ildik bu yerda. Kimdir bor, kimdir yo'q, kimdir kela oldi, kimdir kela olmadi, kimdir o'tib ketdi, kimdir chet elda ishlayapti. U oxirgi gapim bu yaxshi gap. Bunday analiz qilib chiqsak, chet elda juda ko'pchiligimiz bor ekan. Oddiy Rossiyadan boshlab
Amerikagacha, Italiya, Fransiya, endi men Aziyat tomonlarda indamayapman, endi juda ko'p. Bu katta rivojlanish, katta intilishning belgisi. Endi ozgina istoriyaga qaytsak, mana bizning vyupускimiz 1295 ta adashmasam qabul qilingan, ular ichida 1000 ga yaqin tugatganmiz. 1000 ga yaqin. Bu vaqtda juda katta vyupusк. Ikkita eng katta fakultet, davolash bilan pediatriya fakulteti tugatilgan. Hozirgi vaqtda Benyusda 13 ta student. Bu farq 30 yil ichida bo'lmayapti. Bu farq 2,5-3 yil ichida bo'layotgan farq. 2,5 yil avval 3740 ta. Mana hozirgi vaqtda 13 ta, o'tgan yil ham 12 ta. Hozirgi vaqtda mana 13 taga yetib oldi. Bundan tashqari chet ellik fuqarolarimiz 11 ta davlatdan 1,5 ta studentimiz bor. Bu mana shu universitet nufuzi, mana shu universitet yuzi, mana shu yerda xabarlar bor. Medinstitut endi respublikada 7 ta eng katta vuz bo'lsa, meditsinskiy vuz bo'lsa, endi hozir ko'payib qoldi, частный sektorlar ham ko'paydi. Bizning institut doim mana shu yuqori pog'onada yuradi. O'zgarishlar nihoyatda ko'p. Mana yangi binomiz o'tgan yildan o'qish boshlandi, ish boshlandi. Ko'rib turibsizlar. Endi biz o'qigan, biz yurgan vaqt, biz endi u eski vaqtni bilamizda, hozir akademiya, litsey, akademический litsey bo'lib qolgan. Shu yerda yurganmiz. Endi mana bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Shu vaqtga, shu yetarli sharoit bo'lgan. Lekin mana hozirgi vaqtda ko'rib turibsizlar, o'zgarishlar juda ko'p chet ellardan mehmonlar keladi, biz ham mana birga yursak, shu vaqtda yo'q ekan bilasizlar. Yana bir marta o'qib olaylikman deb o'ramiz. Nimaiki, sharoit nihoyatda katta sharoit. Mana hozir mana shu yerdagi zalda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu zallar domlalar uchun emas, talabalar, magistr, klin ordinatorlar uchun. Hamma katta tadbirlarimiz bu yerda o'tadi. 36 ta klinik bazamiz bor. Ko'rib turibsizlar, hozir kirayotganini ko'rdinglar, eski klinikamiz. Endi eski so'z eskida qolib ketdi. Yangi klinika prezidentimizni oxirgi tashrifida klinikaga keldi, ko'rdi. To'liq rekonstruksiya qilinglar. Bu yerda bitta katta xalq klassi qilinglar. Shundan keyin bu yerda juda katta o'zgarishlar bo'ldi, juda katta so'lqalar ketyapti. Eng oxirgi texnikani olinglar deb aytib ketgan. Haqiqatan hozir 86% ga оборудование olib skladlarimizda turibdi. Eng savremen оборудование. Endi savol berdi, оборудование beraman, kim ishlaydi oboradi? Kardioxirurgiyani rivojlantirish kerak, onkologiyani rivojlantirish kerak, endokrinologiyani rivojlantirish kerak. Eng katta muammoli yo'nalishlar. Buni xabarlar bor. Mana hurmatli prezidentimiz ham 6 ta yo'nalishga kattaroq e'tibor beryapti. Shu yo'nalishlardan birlari menga yo'nalishlar. Men sharoit beraman, lekin u yerda ishlaydigan odam bo'lishi kerak. Shunga qarab, mana 3 yildan beri juda katta kardioxirurglarimiz, endokrinologlarimiz, kardiologlarimiz, onkologlarni chetga chiqarib, davolantirib, o'rgatib, malakasini oshirib kelyapmiz. Endi biz vaqtda chetga chiqish bu orzuda, orzuga ham yetish nereal narsa bo'ladi. Mana hozir hammasi chiqyapti, hammasi ko'ryapti bu narsani. Hozir ruxsat bersanglar, kichkinagina videorolikimiz bor. Institut to'g'risida, undan keyin davom ettiryapmiz. Maylimi? Jadal rivojlanmoqda. Bu jarayonda malakali tibbiyot kadrlarini tayyorlash muhim o'rin tutadi. 70 yil davomida Andijon davlat tibbiyot instituti nafaqat respublikada, balki xalqaro miqyosda ham ushbu sohada yetakchi bo'lib kelmoqda. Uning bitiruvchilari orasida jahon miqyosida tan olingan mutaxassislar
ko'pchilikni tashkil etadi. Institut o'zining faoliyati davomida har tomonlama o'sish yo'lini bosib o'tdi. Bugungi kunda Andijon davlat tibbiyot instituti Italiya, Hindiston, Portugaliya, Rossiya, Janubiy Koreya, Xitoy, Germaniya, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa ko'plab mamlakatlarning 60 dan ortiq yetakchi xorijiy tibbiyot oliy o'quv yurtlari va klinikalar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'ygan bo'lib, 105 ta xalqaro shartnomalarga ega. Institutda har yili xorijlik talabalar soni ortib bormoqda. Hozirgi kunda bu yerda Janubiy Koreya, Pokiston, Hindiston, Bangladesh, Nepal, Afg'oniston, Qozog'iston va boshqa mamlakatlarda mingdan ortiq fuqaro tahsil olmoqda. Institut tarkibiga 5 ta fakultet kiradi. Bularda davolash ishi, pediatriya, stomatologiya, farmatsiya, shuningdek, vrachlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash, asosiy ta'lim yo'nalishlari, tibbiy profilaktika, fundamental tibbiyot, sanoat farmatsiyasi, oliy hamshiralik ishi va boshqalarni qamrab oladi. Andijon davlat tibbiyot instituti qo'shma ta'lim dasturlarini faol rivojlantirmoqda. Grigorjevs tadqiqot tibbiyot universiteti mutaxassislari bilan klinika ordinatura dasturlari va Dog'iston davlat tibbiyot universiteti bilan stomatologiya bo'yicha bakalavriat 3+2 dasturi amalga oshirilmoqda. Unda 47 nafar talaba tahsil olmoqda. 2023-yilda Koreya Milliy transport universiteti bilan hamkorlikda parameditsina fakulteti ochildi. Institut shuningdek Rossiyaning boshqa yetakchi tibbiyot markazlari va universitetlar bilan ham hamkorlik qiladi. Mutaxassislarni sifatli tayyorlash uchun institut zamonaviy moddiy texnik bazaga ega. Klinika hududida 2000 o'rinli yangi 7 qavatli o'quv binosi qurildi va bu zamonaviy uskunalar, interaktiv ma'ruza zallari, simulyatsiyon markaz va stomatologiya kabinetlari bilan jihozlangan. Telemeditsina tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Ma'ruza xonalari va laboratoriyaga ega 4 qavatli markaziy ilmiy tadqiqot laboratoriyasi faoliyat yuritmoqda. 2024-yil muhim yutuqlar bilan yodda qoldi. Institut UI Dream Metric World University Rating xalqaro reytingiga kiritildi. Davolash ishi va stomatologiya dasturlari esa ECAQA Qozog'iston xalqaro akkreditatsiyasidan o'tdi. Professor, o'qituvchilar va talabalar milliy va xalqaro tanlovlarda faol ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashrifi Andijonning tibbiy brend yaratishdagi salohiyatini alohida ta'kidladi. Ushbu tashabbuslar doirasida 650 o'rinli klinika institut tasarrufiga o'tkazilib, uni ta'mirlash va jihozlash uchun 180 milliard so'm ajratildi. Bu esa 11 mingdan ortiq talabaning amaliyot o'tashi uchun sharoit yaratadi. Simulyatsiyon markazida attestatsiyadan o'tgan tibbiyot xodimlariga ustama haq to'lashni ko'zda tutuvchi malakani baholash tizimi joriy etilmoqda. Klinika boshida tibbiyot klasterini shakllantirish uchun yangi bo'limlar qurilishi rejalashtirilgan va bunga qo'shimcha 100 milliard so'm ajratilgan. Muhim qarorlardan biri sifatida Namangan davlat universitetining tibbiyot fakulteti Andijon davlat tibbiyot instituti filiali etib qayta tashkil qilinadi va kelgusida mustaqil maqomga ega bo'lish istiqboli belgilandi. Andijon davlat tibbiyot institutiga esa universitet maqomi beriladi. Xorijlik talabalar soni ortib borayotgan ta'lim xizmatlari eksportini kengaytirish imkonini bermoqda. Uning salohiyati yiliga 20 million AQSh dollaridan ziyod baholanmoqda. Xorijiy abituriyentlar qulayligi uchun talabalik vizasi joriy etish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Klinikaning 150 nafar yosh mutaxassisi xorij amalga oshirib, yuqori texnologik muolajalarni o'zlashtirdi. Bu esa 1,2 million dollardan ortiq mablag' jalb etish rejalari bilan tibbiy turizmni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Klinika 850 o'ringa kengaytirilib, barcha turdagi operatsiyalarni, bemorlar uchun qulayliklarni va talabalar uchun dual ta'lim imkoniyatlarini taklif etmoqda. Talabalar nafaqat o'qishlari, balki bo'sh vaqtlarini ham maroqli o'tkazishlari uchun institutda mazmunli va foydali o'quvdan tashqari hayot uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Axborot resurs markazi va axborot texnologiyalari markazi yangi bilim va rivojlanishga intiluvchilar uchun doim ochiq. Institut hududida 4 ta zamonaviy turar joy binosi va keng sport zali faoliyat yuritmoqda. Ijodiy studiyalardan tortib
sport to'garaklarigacha turli xil mashg'ulotlar tashkil etilgan bo'lib, har bir talaba o'ziga ma'qul keladigan mashg'ulotni topishi mumkin. Yaqin kelajakda klinika hududida 800 o'rinlik yangi talabalar turar joyi qurilishi boshlab yuborildi. Hozirgi kunda Andijon davlat tibbiyot institutida 11 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. Institut o'z bitiruvchilari bilan faxrlanadi va dunyoni yaxshi tomonga o'zgartirishga qodir bo'lgan sog'liqni saqlash sohasining bo'lajak yetakchilarini tayyorlab, rivojlanishda davom etmoqda. Andijon davlat tibbiyot instituti 70 yillik muvaffaqiyat va taraqqiyot. Ko'pchilik ustozlar nomidan institut rektoriga, jamoaga rahmatimizni yetkazib qo'yasiz. Shunaqangi yillar chiroyli qo'yganligi uchun nomimizdan salomimizni yetkazib qo'yasiz. Endi navbatdagi so'zni viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasining boshlig'i Amajonov Shohruh Omijonovga bersak, bir og'iz tabrik so'zlarini aytdirsin. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli muhtasham dargohda mehmon bo'lib turgan barcha yaqin kursdoshlar. Men hozir yuqoridagi ustozlarimizni so'zlarini tinglab, bitta raqamni sizlarga aytmoqchiman-da. 946 million 80 ming soniya oldin sizlar shu dargohda bitirgan deylar ekan. 946 million 15 milyon 768 ming minut oldi. Yoki 262 ming 800 soat oldi. Bu yuqoridagi raqamlarni hammasini jamlasa 30 yil kelib chiqadi. Vaqt qadri deyiladi. Har qanday sport musobaqasida soniyalar ham insonning taqdirini hal qiladi. Qaranglarga, shu joyda o'tirgan barcha yorug' yuzli xalq xizmatidagi shifokorlarni shuncha davri, ya'ni nima desam bo'ladi, 946 million 80 ming soniya xalq xizmatida ishlaydi. Bu kichkina vaqt emas albatta. Ijozatinglar bilan uzr so'rayman, biz formalistga ozgina o'rganib qolganmiz. Tekst yozib berishadi, shuni o'qib yetishimiz kerak. To'g'ri, chindan gapirish o'ziga. Lekin bu so'zlarni ham o'qish ham Shoh akani qalamiga mansub. Ziyarati kursdoshlarni rosa 3 kundan beri menga so'z yozib bermasangiz bormayman deb aytganman. Bu mening ichimdagi so'zlarni faqat formulovka qilib bergan. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli mehmonlar, aziz kursdoshlar. Bugun biz barchamiz uchun qutlug' va tarixiy sana Andijon davlat tibbiyot institutini 1990 va 96-yillar bitiruvchilarining 30 yillik diydor uchrashuvida jam bo'lib turibmiz. Avvalo, barchangizni ushbu unutilmas bayram bilan samimiy muborakbod etaman. Andijon davlat tibbiyot instituti yurtimiz tibbiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shib kelayotgan qutlug' dargoh hisoblanadi. Institut hammalarga ma'lum 1955-yilda tashkil etilgan bo'lib, minglab malakali shifokor va mutaxassislarni tayyorlab chiqardi. Sovet ittifoqi davrida ham institut o'zining yuqori nufuzi bilan dong taratdi. Aynan 1988-yilda SSSR tibbiyot institutlari orasida faxrli o'rinlarga sazovor bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatimizda tibbiyot sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor natijasida institut va uning klinikasi mutlaqo yangi qiyofa kasb etdi. Muhtaram prezidentimizning tashriflari sohaga bo'lgan davlat e'tiborining amaliy ifodasini bugun barchamiz guvohi bo'lib turibmiz. Ayniqsa bugungi uchrashuvning yana bir ahamiyatli jihati mazkur auditoriyada 400 nafardan ziyod bitiruvchi kursdoshlar jam bo'lgan
Ular orasida Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Angola, Yaman, Saudiya Arabistoni va dunyoning barcha mamlakatlarida o'zining yuqori malakasi bilan xalqqa xizmat qilayotgan mutaxassislarning borligi ham quvonarli. Ushbu matnlarni sizlar videorolikda ham guvohi bo'ldinglar. Quvonarlisi kursdoshlaringiz orasida bugun ham sog'liqni saqlash sohasida rahbar lavozimlarda ishlayotgan bir necha fidoyi insonlar bor. Aziz do'stlar, 30 yil bu shunchaki vaqt emas. Bu mehnat, izlanish, hayot tajribasi, insonligiga bag'ishlangan xizmat yillaridir. Eng muhimi, bugun ham qalblarimizda talabalik davrining samimiyati, ustozlarga hurmat va do'stlik rishtalari saqlanib qolgan. Bugun oramizda bo'lmagan, abadiy safarga ketgan kursdoshlarimiz ham chuqur ehtirom bilan yod etmoqdamiz. Ularning xotirasi qalbimizda mangu saqlanadi. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt-saodat, kasbiy muvaffaqiyatlar va uzoq umr tilayman. Yurtimiz tibbiyoti rivoji, xalqimiz salomatligi va sizlarning do'stligingiz hech qachon arimasin. Barchangizni bugungi uchrashuv bilan yana bir bor muborakbod etaman. Rahmat. Rahmat katta Shalomonjon, juda chiroyli keltirib berdingiz. Endi biz ham iltimos qilib kelib olamiz. Kelayotgan bayramda Shalomonjon, biz ham kelib olamiz. Kelayotgan bayramda Andijondagilarga Farg'onaga ham iltimos qildik. Boshqa kursdoshlar tayyorlab berdilar. Davlat tibbiyotida ishlaydiganlar. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Katta rahmat. Endi navbatda uzoq yillardan beri sog'ingan ustozlarimizga so'zni bersak, Odil Salomovni ishdan iltimos qilsak, bir og'iz talabalarga hadis so'z. Hurmatli hamkasblar, sizlarni bugun ochiq chehralarga qarab turib, shuni aytamanki, hammanglar o'z o'rninglarga shu 30 yil davomida oldinglar, yaxshi mutaxassis bo'ldinglar. Bundan biz baqayot ustozlar xursandmiz. Bugun sizlar bizni ustoz deb bugungi diydorlashuv kechagilariga taklif qilganinglar uchun barcha qatnashayotgan ustozlar nomidan cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Ulug' donishmand Qurdaki aytgan ekan, dunyoning shodligi yig'ilsa butkul, do'stlar diydoridan bo'lolmas ustun degan ekan. Haqiqatan shunday. Sababi sizlar bir-birlari bilan dildoshlar. Eng yaxshi dori nima deb murojaat qilsa, eng yaxshi dori bu mehr muhabbat degan ekan. Bugungi uchrashuvlarda shu talaba yillarini eslab, bir-birlariga shu eng yaxshi dori mehr dorisini berasizlar deb o'ylayman. Bu dori albatta kayfiyatni ko'tarar ekan, immunitetni oshirar ekan, qandni pasaytirar ekan, xolesterinni pasaytirar ekan. Chunki bu diydorlashuv, diydor g'animat, diydor shirin deb bekorga aytmaydi. Shuning uchun bugun shu diydorlashuv paytida shu diydorlashuvni, shu nafosini qalbdan his qilasizlar. Men bugungi bitta har doim aytadigan bir she'r bor, shu diydor bo'yicha aytadigan bir shoir. Oqshom g'animatdir, nahor g'animat. Kuy qo'shiq g'animatdir, diydor g'animat, yor g'animat. Bu dil taxtin dil tortar degan hikmat rost, bu qisqa dunyoda diydor g'animat. Haqiqatda diydor shirin. Shuning uchun bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Shuning uchun shukrona qilib yashashga har birimiz o'rganmoqimiz kerak ekan. Men barchangizga mustahkam sog'lik, ijobiy muvaffaqiyat tilagan holda bugungi diydorlashuv kechanglar yaxshi o'tishini Allohdan tilab qolaman. Rahmat domla katta, sizdan doim sog' salomat bo'ling. Talabalarning, o'quvchilaringizni baxtiga. Endi navbatdagi so'zni Zurda Salomga ishga bersak.
Assalomu alaykum, sobiq talabalar, bugungi hamkasblar, bizni ona institutimizning aziz mehmonlari. Mana hozir Shofirбек aytganda millionlab lahzalardan, soniyalardan, minutlardan iborat davr ichida mashg'ulga yetib ketdilar. Sizlarga 30 yildan keyin bir-birlar ko'rib, bir-birlarga mehrlarni tovlanib, gapirib, fikr almashib turish, hamda bir-birlar bilan jiddiy ko'rishga yetishganlar bilan tabriklayman. Mana inson ona qornida tug'ilmasdan dunyo yuzini ko'rmasdan o'tib ketadi. Kimdir 5 oylik, 5 yil o'ynab ketadi. 30 yil juda katta muddat. Mana shu 30 yildan keyin ham sog' salomat kelib, yana ko'rishib turibsizlar. Bu juda katta baxt. Hozir 30 yil deyapmiz-ku, juda katta muddat deyapmiz, lekin qarasak, yigitlarimiz hali o'shunday noqulon, o'shunday baquvvat, o'shunday savlatli, qizlarimiz o'shunday go'zal, o'shunday chiroyli, o'shunday yoqimli. Endi bular chunki bir-birlarini ko'rganda aytib qo'ydilar. Haliyam chiroylisizlar, mening ko'zimda avvalgidan sizlar deb yigitlar qizlarga aytib qo'ysin. Nimaga? Nimaga unaqa deyapsiz? Sochlarim oqarib qoldi, mana qildik desa, boshingizga qor yoqqan bo'lsa ham, yuzingizga umrlar, muddatlar, yillar chilir-chilir sotib qo'ygan bo'lsa ham, meni hayotda haliyam go'zalsiz deb aytinglar-da, bir-birlarini quchoqlab, tabriklab qo'ying. Talabalikda oltin davrim deydi-da. O'sha vaqtida oltin davr demaganmiz, hayron bo'lganmiz. Atalib o'tganlar, leksiyalar, so'kishlar, talablar, konspekt yoz, plakat qil, qanaqa oltin davr? Tashvish jamg'arlik bilan o'tadigan davr. Mana endi hozir o'sha qayta narsa, o'zlar tashlantirgan, o'ylantirgan, qiynagan narsalarning hammasi haqiqatda oltin deb tuyuladi. Bu davrlarning qadri boshqa. Endi o'sha davr bizga eng yoqimli, eng chiroyli, haqiqatda oltin davr bo'lib mana ko'rinadi. Endi oltin davrining yana bir isboti bor. Birinchi marotaba institutga kirib, talaba bo'lib kelganlarda haqqa iborasizlar. Haqqada inson bir-birini biladi. Yigitlar bilan, qizlar bilan, yigitlar qizlar bilan o'sha do'stlashadi. O'sha do'stlashuv mehr-oqibat sekin-asta muhabbatga aylanib, birga institut bitirgandan keyin turmush qurganlardan borar-chilar. Bor. Lekin o'sha vaqtda turmush quramiz deb ahd-paymon qilib, qiz boshiga turmushga chiqib, yigit boshiga yo'lab ketganlar ham bormi? Bor. Demak, bulardan aytadi, taqdir tanlovi va qalb tanlovi deyiladi. Ko'pincha taqdirni tanlovi ustun deb qaraladi. O'shanda biz ahd-paymonimizni bajara olmay qolamiz. Endi mana bugun eslaymiz, o'sha vaqtda davrlarda bir-birimizga qarab tikilishlar, bir-birimizga yoqtirishlar, paxtaga ko'tarib beraylik, bahona qilib qizlarga borishlar, hali bog'lagan go'zallikchiga qarab o'tirishlar, sekin-sekin shirin-shirin suhbatlarga o'tkazishlar, bular hammasi haqiqatda oltin davlatini eslatmaydimi? Eslatadi. Endi hozir haligi aytgan gaplarni amalga oshirish vaqti qoldi. O'sha vaqtda bir-birlariga aytolmagan gaplar, u yerda hayajon bordi, o'ylanardilar, o'ylanardilar, yoshlilar, yuzlar qizarardi deb gapirganda, endi yillar o'tdi, katta bo'lib qoldilar, hokimlar aql bilan, og'ir boshlik bilan bir-birlariga mehrlarni aytadi. Lekin bir-birlarini toq qilmasdan quchoqlaydilar. Bir-birlarini quchoqlaydilar. Bu g'animat. Bizi bugungi kunimiz bizniki. Kechagi kunimiz ketdi. Ertaga nima bo'ladi? Hech kim biladi ertadan boshqa. Chunki bugun mashg'ulot qilib bir-birlariga. Aytib, ashvoti mana bo'ldi, deb turib, oxirida neralar ishda bo'ldi deb qo'ydi. Shularni bir-birlariga mehrlar toq qilmasdan ifodalaylarda, hali o'tirishga borganda qarab turasizlar.
o'sha vaqt yaqin bu odamlar bir-biriga yaqin kelib o'tirib oladi. Ahamiyatlilar. Shuning uchun toptirmasdan o'zlarining mehrlarni aytinglar, 50 yil bo'ladi, 60 yil bo'ladi. Armon o'qimasdan bugun bor gap qilib 30 yillar. Shu narsa sizlarga kerak bo'ladi. Shuning uchun biz mana o'tirgan domlalarlar sizlarga sog'lik salomatlik tilaymiz. İşlerde muvaffaqiyat tilaymiz, sog' bo'linglar. Bola-chaqalarga oziq-ovqatini ko'rib, armonsiz yashanglar, sog' salomat bo'linglar. Bizning institutimizda nimalar jarayonlarda o'qitinglar. Avval g'ururlanar degan institutlar. Alisa Sharipova, Oshon Qo'chqarova degan guruhlar, qahramonlar bo'lgan. Aktyorning Malikov degan buyuk olimlar o'tgan bergan. Bizning institutda o'qigan deb faxrlanadilar. Hozir faxrlanishda davom etinglar. Institutimiz juda yuksaldi. Mana videoda ko'rdinglar. Juda katta sharoitlar, katta olimlar, bizning stipendiyatlari, Ibn Sino stipendiyatlari o'qiyapti. Umuman fakultetlarda bola-chaqani o'qitishga sharoitlar bor. Hozir o'qituvchilar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga chiroyli dam olib, bir-birlarga mehrlar to'g'lab, so'zlarga oyamasdan, yurakda qanaqa chiroyli so'z bo'lsa, bir-biriga yaqinlashtirib aytish nasib bo'lsin. Salomat. Katta rahmat bo'ldi. Juda chiroyli, qiziqarli mavzu uchun. Sizlar bizni vaqtimizga doim sog' bo'ling. Hurmatli kursdoshlar, vaqtimizni yedik. Hisobga olgan holatda ruxsatlar bilan bu yerda qatnashayotgan hurmatli domlalarimizni ham tanishtirib o'tsak. Shartaf qahramoniga domlalarimiz qatnashyaptilar. Xo'sh, shunaqangi xursandchilik kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hurmatli ustozlarimizdan iltimos bo'ladi. Tashqarida mashinalarimiz qarab turibdi. Shu o'zingizni farzandlaringiz, talabalar, shogirdlaringiz bilan birgalikda bir piyola choyimiz bor. Borib birgalikda mehmon bo'lib kelsanglar. Endi so'zga chiqadiganlar bormi kursdoshlarda? Bormi? Bo'lmasa yana gaplashamiz. Ruxsatlilar bilan o'zimizning kursdoshimiz Gulchehraxon Rossiyada ishlaydi. Ko'p yillardan beri yerdan borganlarga ham shu ko'pchilikka yordam berib, shu o'zi bilan Rodina Nataliya bilan kelgan shu tashkilotchilikni ko'rib, bo'lagini ko'rib xursand bo'lganda Moskvadagi hamkasbimiz bir og'iz gap gapirmoqchi, ruxsat bersanglar. Maxsus kecha yetishmak reyslar uchib erishdi. Avvalambor assalomu alaykum ustozlar. Sizlarga ta'zim bildiraman. Assalomu alaykum aziz yaqin kelgan kursdoshlar, opa-singillar, akalar, hoji akalar, hoji opalar. Mana 1996-yilda bitirganmiz, domlalarni ko'rmashni xursand bo'lib ketdim. Rahmatli meni dadam ham universiteti Sadikov Ibrohimjon Mustafayevich bo'lardi, o'tib ketdi. Я хочу сказать просто, можно на русском? После 90-х людей со мной прилетела коллега Наталья Евгеньевна, фамилия Родина, она у нас терапевт, заведующий дневного стационара. Пушкина Московской области, поселок Зеленоградский. Я что хочу этим сказать? Я ей сказала, что мы заканчивали 950 человек. Она не поверила. Она была в Узбекистане в апреле 3 дня.
красивая страна. Я город Андижан вообще не слышала. Первое мое столкновение в 2006 году проходила нострификацию Роспотребнадзор, и профессор Лопатина, гинеколог, не было ее, я по профессии гинеколог, работаю в Пушкино, Московской области уже 21 лет. И не было ее, не присутствовала на конференции, на вот этом нашем Роспотребнадзоре. И был, кто в институте есть, Сапин, Михаил Романович, помните его? Ну, давайте я проведу, деда. Ты что заканчивала, деда? Я сказала, Андижанский государственный медицинский институт. Он мне, знаете, какой первый вопрос задал? У вас есть один академик, знаешь его, деда? И Касымхаджаев Ибрагимджон, деда. Чудо как Руслан был, деда, что он сказал, у вас есть один академик в вашем институте работает, деда. Второе столкновение Курцер, Марк Аркадьевич, академик РАМ, профессор, кандидат медицинских наук. Он знает нашего Едгарова, тоже конгресс был, и умер Аграновский, профессор, вот он их знает. Я что хочу им сказать, я очень благодарна, что я здесь училась, и меня на работе называют именно Бульчхара Ибрагимовна. Очень горжусь, когда спрашивают, какой институт, и все говорят, был один единственный сильный Андижанский медицинский государственный институт. И даже Ташкентский институт стоял на втором месте. Ну, nima demoqchiman, xullas, juda xursandman. Avvalambor tashkilotchilarga kattakon rahmat, bizni yuqqani uchun, barcha kelgan kursdoshlar uchun rahmat. Bizni palonchi kursdoshimiz obozdrav bo'libdi desa, men xursand bo'laman. Palonchi kursdoshimiz go'zdrav bo'libdi, glavvrach bo'libdi, yana boshqa bo'libdi, juda xursand bo'laman. Bilasizlarmi nima uchun? Shu domlalarni mehnati uchun. Kattakon rahmat. Endi so'zni Наталья Евгеньевна со мной прилетела на 2 дня, хочет тоже сказать, я попросила ее 2 слова. Здравствуйте, дорогие андижанцы, здравствуйте, дорогие выпускники Андижанского института. Поражает то, что вы в таком количестве собрались спустя 30 лет. Это говорит о многом. Это говорит о той дружбе и теплоте, которая царила в этих стенах, когда вы учились, когда были студентами. Поражает гостеприимство Узбекистана. Очень невероятно вот эта дружеская атмосфера. Я не понимаю, о чем вы говорите, я узбекский язык не знаю, но я чувствую вот эту атмосферу, вот это тепло. Что я хочу сказать? А буду краткой. Будьте здоровы и дарите здоровье людям. Потому что вы учились Endi yana so'zga chiqadiganlar bormi? Yo'q bo'ladigan bo'lsa, endi yo'limiz ham jiddiy masofasi bor. Lokatsiyani tashlab berilgan gruppada anchadan beri kelmaganlarga Andijon jiddiy o'zgargan. Xo'sh, bir borib ehtiyotkorlik bilan yo'l harakatiga rioya qilgan holatda boradigan joyimiz juda katta yo'l trassada shuncha ehtiyot bo'lib, shovur borsak bo'ladi. Tayyor. Hammamiz bemor.